Bir yıl muhabbetleşmeme dep qasam ishkili 5 yıl bo'ldi. Nemishqa deb so'ratamsiz. Ey qiz, boshqa yerda o'rin yo'q ekan. Bu yerda o'tirsam bo'lamdi. Buldu. Twitter. Adaş, olur merak kelgin ha. Yelbir bol uçurap qalgan, xeyli bulduğandek durdu. Dana xon qiz. Kimni saqlayatsiz? Ettirgülning tikinning baliqini bilib turib, qo'rqmay yo'lalaydigan odamni. Mening qaycham bor. Attirgulning tikindan qo'rqmayman. Yasab turman. Rost deysiz. Ettirgül güzelligi bilan kishini o'ziga maftun qildi. Tikanlari bo'lsa, o'sib yetishdagi g'ayrati ham xosliqining simolidir. Agar siz tikanlarni kesib olsangiz, u bir mukammal ettirgül hisoblanamdi. Mukammal attirgulni hamma odam yaxshi ko'rdi. Faqat tikansiz attirgulni qo'lga olaydi. Hey, ettirgülni tikini bilan yaxshi ko'rishni pishqan erlar qila oladi. Siz de pishmabsiz. Hey, men qachon pishani? Zodi qanday qilsam pishani?